ortga ishim, bolalarim o'qish bo'lsa ko'chib yuraman. Muqobil bir joyda yashayman. Millionlab pul topadigan biznesmenlar bor, lekin hali ham ijarada yashaydi. Nimaga? Buni sababi oddiy. Masalan, tadbirkor odam bo'lishi mumkin. Men ko'p do'stlarim masalan katta oborotlar qilishadi, lekin ijarada yashashadi. Nimaga deydigan bo'lsa, ularning katta pullari muzlab yotmaydi. Ular biznesda ishlatishadi. Ya'ni pul chaqiradi. Ikkinchi sababiga keladigan bo'lsa, bu juda qulay. Meni o'zimda ham 2-3 ta uylarim bo'lishiga qaramasdan ijarada yashashni yaxshi ko'raman. Ya'ni bitta nuqtadan lokatsiyada yashaysiz, maza qilib 2-3 yil bu yoqqa ko'chasiz, hayotingizda обновлениялар bo'ladi. Meni bitta do'stim bor, Turkiyada yashaydi, uni 5 millionlik villasi bor. U atiga $3000 oyiga to'laydi. Katta xarajatlarni oldini oladi. O'zbekchilikda bitta gap bor. Uyi bo'lmasa, vataning bo'lmasa, nima qilasan, ertaga ko'chaga qolib ketasan degan gaplar bor. To'g'ri, chunki biz vatanni yaxshi ko'rib, shu yerda qolishi, bola chaqa deb intilamiz-da, lekin butun dunyo shunaqa yashayapti. Bizning o'zbek ko'p tadbirkorlar ham, biznesmen aytdim, do'stlarim ham именно mana shunaqa strukturada yashaydi. O'zini uyini olib qo'ygan yaxshimi yoki ijarada yashab soqqani qilgan yaxshimi? Buni keling biza javob bermaylik-da, buni obunachilarimiz o'zligini, fikrligini kommentariyada aytsin.